birinchi kirdi, uchinchi kiraman deyish yo'q. Kiring. Kiring. Marhamat, kiring. Assalomu alaykum ustoz. Assalomu alaykum ustoz. Assalomu alaykum ustoz. Katakdek kichkinagina joyda o'zingizni o'rningizni toping. Sen bu yoqqa tur, men sendan keyin turaman, men orqada turaman deyish yo'q. Bashara bo'lmasin, yuz bo'lsin, yuz mana chehra bo'lsin. Lekin mana bu bashara yuz bo'lishi uchun mana bu yuz. Mana bu yuz. Mana bu ikkita yuz. Ana shu yuzga aylanishi ichingizdagi kalamushni har kuni tarbiyalashingiz kerak. Ey kalamushdek, oynaga qarang, hech bo'lmasam. Oynaga qarab, men 15 yildan beri bashara bilan yashadim. 20 yildan beri bashara bilan yashadim. Endi yuz bilan yashayman, chehra bilan yashayman degan gapirish. Duet ayting o'zingiz bilan o'zingiz, dialogga boring o'zingiz bilan o'zingiz. Nima uchun meni tufurgichlarim ko'payib ketishi kerak sizlar uchun? Nimaga sizlarni tufurgichilar ko'paymaydi? Mana basharalaringiz yuzga aylanish uchun atrofingizni yuzlar bilan to'ldiring. Atrofingizni samimiy odamlar bilan to'ldiring. Boy tafakkurga ega bo'lgan insonlar bilan to'ldiring. Chunki kuchinglar o'ziga munosiblarini oladi. Javob bering. Yo'q. Kuchli akulalar ham ariqdagi ilonchalar bilan do'st bo'lmaydi. Bo'rilar ham ko'chadagi sichqonlar bilan do'st bo'lmaydi. Chunki sichqonni bo'ri qilish mumkin emas. Ariqda suzadigan ilonni akula qilish mumkin emas. Uni tabiatida yo'q u narsa. Yoningizdagi kalamushni bo'ri qilaman, akula qilaman demang. Sal bo'lsa quloqchalari, shoxchalari nimagadir o'xshayaptimi? Oling yoningizga. Hattoki jonsiz devorni ham rangi bor, libosni ham rangi bor. Odamlarni ham rangi bo'lishi kerak. Ovozda u aks etadi. Shuning uchun siz bitta odamni qo'shiqlarini tinglaysiz, bittanikini esa eshakdek ovozi bo'lsa ham tinglamaysiz. Nimaga? Uni qalbdan kuylamayotganini bilinadi. Chunki ovoz bu qalb bilan bog'liq. Atrofingizga ehtiyot bo'ling. Tashshiylarni, nedavolli basharalarni yo'qolding. Yuz bo'lasanmi, yo'qmi deng. Ha, sen uchun yuz bo'laman desa mayli, yoningizda qolsin. Agar sizni joningizni, vaqtingizni, energiyangizni ketkazyaptimi, kesing. Kesib tashlang. Labini mana burchagidan men bilaman o'sha. Ertaga bunga 2 yil vaqtimni bersam, bu bomba bo'ladi. U yana 10 ta akula tug'adi deyman. Umringizga, vaqtingizga ogoh bo'ling. Tushunarlimi? Siz даже gapirmadingiz. Chunki siz atrofingizda kalamush, sichqon, kalta kesaklar ko'p. Agar siz ularni kesmasangiz, siz ularning davomchisi bo'lasiz. Tushunarlimi? Tushunarli. Men sizga gapiryapman. Sizga tushunarlimi? Tushunarli ustoz. Taxlaning.